Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Ikki tashning arasi. 2013-yili sentyabrning 3-kuni Kamirga bir Uyg'ur siyosiy mahbus qamaldi. Tarjimonlik qilish jarayonida uning Tailandga $3000 pul solganligi sababli tutilganligi oydinlashdi. Qarmutuq, o'ruq kelgan bu bola bir yerida kasal bardek ojiz ko'rinadi. Aytishicha, u bir qancha yildan beri ichkarida navoiylik qilayotgan ekan. Kamir boshlig'i uni o'zi so'roq qilmoqchi bo'ldi va mahbusdan eng avval 5-iyulda qayerdaligini so'radi. Uning og'zidan chiqqan "Urumchida do'nko'rikda edim" degan so'zini tarjima qilib turishimga "Ur" degan ovoz anglandi. Birdamda musht peshvalar yig'ib, mahbusning og'zi burnidan qon ketdi. Gundupay eshikning oldiga kelishiga ur qilayotgan mahbuslar xuddi kunupkisi besilgan mashina odamdek shoppida sapga tizilib turishdi va "Tarbiyachi, yaxshimisiz?" deb varqirashdi. Kamir boshlig'i "Doklad" deb tovlagandan keyin Gundupayga yangi kirgan Uyg'urni "Namoz o'qidi, shunga jazoladik" deb tayyor tuhmat bilan chaqdi. Gundupay menga qarab, "Sen ogohlantirmay nima qilding? Nimishqa qamoqxona qoidasini tarjim qilib bermiding?" deb xitoycha varqiradi. Tamga chaplanmagan tuzumda namozga ruxsat yo'q. Ammo tamga aksicha chet ellik va oz sonliq millatlardan bo'lgan qamalg'uvchilarning urf-odatiga hurmat qilinadi deb Uyg'urcha, xitoycha yozilgan edi. Men Gundupayga qoidaning tushuntirilganligini aytdim. Saqchi u Uyg'urning qo'liga ishkal, putiga kishan silib, kishanni ishkalga chitib qo'yib chiqib ketdi. Kashlik tamoq vaqtida mahbus bola azob sho'rpisi va tosh mo'miga qarab o'ltirib ketdi. Yegisi kelmagan bo'lishimi, putquli bog'langan bo'lg'achqa qandoq yeyishni bilmayotgan bo'lishimi mumkin edi. Gundupay mahbusning birinchi kunlik kayfiyatiga bak diqqat qiladi. Kameradan kimning tamoq yemaganligini payqasa, nima uchunligini so'ramay, "Ochliq e'lon qilding" deb jazolaydi. Qamoqxona temiga yozilgan qoidada ochliq e'lon qilmaslik degan modda bor edi. Mahbus bola bir narsa yemasa bo'lmaydi, ammo putquli bog'loqliq bo'lg'achqa yeyolmaydi. Ming ta'sda Kamir boshlig'idan ijozat so'rab, tamoq yegizish uchun uning oldiga bordim. Avval tamoq yemaslikning xatarini tushundirdim. Ondan sizilib, saatlashib ketgan plastik qochidagi azob sho'rpisini og'ziga tangladim. U menga oliyib birni qarab qo'yib, "Ey munofiq, bayam saqchiga nima deding? Bu kofirlar nohaq urib ketsa, ta'tur qarab olsan. Uni oz deb meni saqchiga chiqishtirib, bog'iltib qo'ysan. La'nat sendek musulmon bo'lg'icha. Tixi oldinga kelgan harom narsani bismillah deb yeb ketibsan. Tufi" deb tamoqqa birni tukurib kaynini qilib oldi. Xuddi baya Gundupayga nima deyishimni bilmay, mangdab qolgandek mahbusga qarab zuvon surmay turibla qoldim va ittik atrofga qaradim. Xudoga shukri, bizdan boshqalarning hammasi televizorga qarab o'ltirgan bo'lg'achqa, xolaning oldida bo'layotgan bu ichki to'qinishdan bexabar qoldi. Agar uning tamoqqa tukurganini biri ko'ribla qolsa, putquli bog'lanib, tugilib tayyor bo'lgan bu inimizning holiga voy. U shu hamon boshqalarning azobidan xushallik topadigan qog'dalma mahbuslarning futbolga aylanib ketadi. Gap qilolmay qoldim. G'azabdan qo'lim titrab, qochidagi azob sho'rpisini maydamga to'kib oldim. Bu bechora mening saqchiga degan xitoycha gapimni chaqdi deb tushunib qopti. Mening Kamir boshlig'iga nimaga yolvorib, o'zini nimadan qo'g'dab qolmoqchi ekanligimni bilmabdi. Shundoq u bilmaydi. Nima uchun qamalganligi, bekordan tayoqqa qolgani va nima uchun mening aralashmay ta'tur qarvalganimmi uningga qorong'u edi. Peshonasiga noqib turib, hammani tushundirganmi bo'latdim. Ammo Kamirda ijozatsiz Uyg'urcha gap qilishga bo'lmaydi.